narsaga mutlaqo salbiy rivojlanadigan kirmoshni tushdi. O'sha gruppamizga, 4-gruppaga. Bu oddiygina endi har bir kirmoshlar bor, o'zimiz ishlatamiz. Endi hozir 1-2 yil 3 yillardan beri kirmoshinga aniq qoldi. Odamlar oldin qo'l deydi hamma narsa. Hozir texnika rivojlangani uchun kirmoshinga hamma kirini yaxshi, toza bo'lish uchun yoki ana shunday holatda kirni qanday qilib saqlashi, rangni chiqarmaslik holati yoki o'sha matoni o'z holatida saqlab qolish holati kuzatilgani uchun mana shu kirmoshlardan foydalanilgan. Endi biz hozir oddiygina kirmoshni tasavvur qilib, mana shuncha tarixni yozib oldik. Mana birinchisi bu stem holatda bu kir kiyimlarni tabiiy holatda bo'lishi, ya'ni o'sha kir kiyimlarni o'sha rangiga qaragan holatda kirmoshinga solinishi deb aytiladi. Keyingisi bu allergiya himoyalash, ya'ni allergiya chaqirmaydigan holati. O'sha allergiya holati degani masalan kirmoshinning o'zini anisi bor, nima deydi, geli bor, kapliyasi bor, o'zini kir aniqlaydigan nima deydi, parashogi bor-da. Ana shu parashok bo'lganligi uchun bizga allergiya holati chaqirmaydigan holat deb aytiladi. Keyin zararsiz yoki xavfsiz holati. Bu zararsiz yoki xavfsiz holat deganda masalan o'sha solingan kirni biz o'sha qanday holatda solsak, o'sha matosi o'z holatiga qaytishi yoki o'sha rangini chiqmasligi, ana shu zararli yoki zararsiz, xavfsiz holatda saqlanish holati deb yoritiladi. Keyingisi bu teriga ham foydali. Ya'ni bu inson salomatligiga, terimizga foydali tomonlari ko'proq shu terimizni o'ziga saqlab qolish, ya'ni o'zimizni o'sha terimizga foydali tomoni qo'limizni ishlatmaganligimiz, o'sha kirmoshni ichiga solib yoki o'sha rangli detallar bilan birgalikda o'zimiz holatda qo'limiz bilan harakatda bo'lmaganimiz uchun ana shu terimiz o'z holatida saqlab qolishi, terini o'zgarmay qolishi, ya'ni foydali tomonda. Keyin toshmalar toshish yoki saqlanish holati yoki o'sha plastik materialdan tayyorlanishi. Ularda har xil materiallar bor. Ya'ni ichki yoki tashqi yoki ko'rinishi yoki o'sha sxemasiga yoki uni boshqarilishi yoki qayergadir o'zining yangi sxemalari bor. Keyin bu keyingisi texnologiyasi masalan ular ichki sxemalarda juda qulay holatda foydalaniladi. Ya'ni ichki holat deganda masalan biz kirdi mana ichi tomondan soladigan kirmoshlar bor, tashqi tomondan, tepa tomondan soladigan kirmoshlar ham bor. Biz hozir mana shu o'rtadan solinadigan kir mashinasini chizdik. Avtomat korobkani chizdik hozir. Mana shu holatni biz hozir tushuntiraman. Ular ichki holati masalan u elektr energiyani kam sarflash holati borligi birinchi navbatda. Keyin sodadan kam holatda foydalanish. Demak, qo'lda yuvganda qaraganda bunga esa sodani salgina ozroq solsangiz o'sha o'zini holatini, ya'ni toza holatga keltiradigan holat kiradi-da. Keyin bu keyingisi suvni o'ziga tortib yoki toza holatga keltirishi. Mana shu kirmoshni kir solganimizdan keyin uni quritadigan holati ham bor. Ya'ni quritib o'sha kirni yuvganingizdan keyin o'sha hech bo'lmasa quritadigan holatgacha bo'lmasa ham suvini o'ziga tortib oladigan holati ham bo'ladi. Ana shu sxemasi ham ichki energiyasi, ya'ni ichki elektr sxemasiga bog'liq ekan. Mana shu tuzilmalariga. Keyingisi esa bu bizning mana shu bu injineriya holati. Injineriya holati yuvish, chayish, quritish bu tepa sxemasida bo'ladigan holat. Mana shu sxemalar birgalikda boshqarish sxemalarida mana shu narsa namoyon etiladi, ya'ni ko'rsatib berilgan. Keyingisi bu nima edi? San'at ko'rinishi, ya'ni buni ko'rinishi, shakli yoki dizayner holati yoki ixchamligi, qulayligi, ana o'shalarning hammasini mana shu san'at holatida o'rganib chiqiladi. Keyingisi esa bu anasi nima deydi? O'sha matematik holati. Bu matematik holatda masalan ayollar yoki erkaklar yoki bolalar ana shularning kiyimlari qancha solinadi yoki qaysi holatda borib o'sha miqdorda o'sha kirning tozaligi yoki o'sha kirning holatdagi ko'rinishi yoki nima solganligingizni hajmi, ya'ni detalgan holat, ya'ni kilogramm holat, matematik holat. To'g'rimi? Matematik holat, ya'ni masalan hammasi solsak 8 kilogramm yoki 10
kilogram yoki 5, 6. Meniki bo'ladimi? Xuddi mana shu holatda o'rganib chiqiladi. Asardan yo'q. Meniki olandi. Hozircha mana shu yo'lda mana shu mashina. Nima qanday yana qo'shimchalaringiz bor? Mana shu bo'yicha. Men qo'shimcham bor-da shunga. Hozir mana kir parashoklardan foydalanamiz deydi-ku. Masalan, ana shu kir mashina chiqib ketgan, oddiy atxot suvlariga ham qandaydir minerallashtirilib, mana o'simliklar qo'yganda yaxshi effekt berayotgan qo'shimlar qo'shish kerak. Kimyo faniga tegishli holatda Texnologiyasidan foydalangan holat. shunday. Shu suvi ham oqib ketmasi kerak-da, qandaydir Chunki uni ichiga qancha kimlarga foydalanish kerakmi? ichiga. Lekin hozirda Ko'p tashlanadi. Xitoy nima davlat tomonidan chiqayotgan juda ham ko'p kapliyalarda shu narsa e'tiborga olinyapti. Demak, u kirdi suvni bemalol o'simliklarga solganda mineral o'g'it sifatida foydalanish mumkin. Oddiy kapliyalarga. Endi mashinaga shunday chiqsa Yana ham O'zbekistonda shuni ham yana ham takomillashtirib qayta ishlashga. Qayta ishlaydigan arilar ishlab shunday bo'lishi ham yaxshi-da. Sizlarga hozircha shu ma'lumot e'tibor. Rahmat, zo'r tushuncha.